Hammachilar bugungi sizlar bilan shaxsan ko'p turganingizdek Prime'man 2 va men bilan bir yilda 2 kun ichida Prime 2 qildim. Tez orada Prime 3 qilishga ham ulgurarman. Mana sizlarga bugun mana shu sezonning yangi kelgan narsalarini ko'rsatib chiqaman. Jackpot'dagi keyin mana o'yinimizni ko'rib chiqamiz. Mana bu jackpotni men taxminan 5 marta yo'q 6 marta aylantirdim, ammo mana bu narsa tushmadi. Hatto bir katanasi ham tushmadi. Buni obunachilar mana arziga katana. Mana bu emotsiya ko'rib his qilaman. Mana bu Max Ray degan aylantirmani men yo'q aylantirsam kerak. Lekin aylantirgan mana bu kelgan. Mana bu bu mashina, ya'ni mashinaga Windows 10. Bakın bir tane bir kanası var. Ama Türkiye'de ben bir şey söyleyeceğim. Ben bu halbere Türkiye'de alışılan mesleklerini arzulu viskiler ama halbere Türkiye'de hareketlerini küçüşüne falan paketlerini yapıyorum. Alışılan mesleklerini Смотри, не обожди. Ismi kim edi buni ismi? Mana ko'ryapsizlar yurishini. Lekin yugurayotganda yurishda bo'lmaydi. Michael Jackson'ni aytishni. Mana narsa ekrasdan turibdi. Bu qiz kiyimi cho'qib ketgan. Mana bu joydagi pastdan shundan oldim mana mana shu ertaga yana olmaklar solib kamaklar qilib Смотри, не обожди. Podarka degan joyga o'tasizlar. Podarkada mana birinchi podarka to'plashlar beradi. Olasizlar, qarashinglar. Смотри, не обождись. Men o'yinimni keyin ko'rasizlar. Men sizlarga taklif qilaman, Fireteam botini almasizlar, tez tushirib beradi. Keyin o'yinlar 30 dan oshgan bo'lsa, 30-chi mana hozir ko'rsataman, mana yerga kirasizlar. Mana narsa bor, pastda mana. Mana men olganman, ko'ryapsizlarmi mana. Donatga olganman, 8 so'mga Fireteam botini bankomat yoki plastik kartalarga donat qilib Fireteam botdan yana bittani almaslardan keyinroq. Смотри, не обождись. Hozir biz hacker sizlarga o'ynab ko'ramiz. Boshlandi. O'yinimiz boshlandi mana. Ko'rib turganinglardek bu cheaterski mana. Bularga yoqasizlar. Cheater shunday bo'lib qolasizlar, tez yugurib. Meni cheatim ishlamayapti. Dostlar hemen işlemayapti. Nimamı o'ldirib ketdik. Mayli, birinchi raund boy berib qo'ydik.
MP'larda hech uchramagan. Bo'ldi, o'yin tugadi. Keyinroq yana ko'rsak. Firepin botini ham chatlari mana. Mana bu joyga kiramiz, izlagichga. Mana Firepin boti turibdi va unga kiramiz. Obunachilar ovozimni eshitgandirsizlar, baland gapirishga majbur bo'lyapman mana. Firepin botiga kirganimizdan so'ng shu pastdagi kirishga bosamiz, xarid qilish turadi. Sizlarga hozir almazlarni qanchalik tez solganimni ko'rsataman. Mana bu joyda 10.500 so'mga 110 almaz beradi. Men hamma bu joydan solmadim do'stlar. Men mana bu Pakis degan joyga o'tdim. Mana shulardan men bu ko'ryapsizlar, mana 6.800. Meni balansim yetmaydi, 4.871. Men bu degani men 5.000 so'm yana qilib o'zimga anaqa buni xarid qila olaman. Yana men bu yerda 5.200 so'mga mana voucherlar turibdi. Mana oylik voucher 74.000 so'm mana. Menda 72.071 so'm yetyapti. Menda 15.000 30-levelga 6-levelga hali bera olmaganman. Va sizlarga to'ldirish deganni ko'rsatib o'taman. To'ldirish bilan xohlagan kartalardan to'ldirsanglar bo'ladi. Visa, Humo, Uzcard, men har doim bankomatdan to'ldiraman. Mana masalan menda 10.000 anaqa o'tkazmoqchiman. 10.000 yozasizlar, keyin to'ldirishni bosasizlar. Bu video mana bu karta raqamni yozasizlar. Keyin mana bu nomerni turibdi, mana karta bog'langan raqam. Ana shunga o'tib keyin uni ham yozasizlar, nomer teralgan joyga. Keyin chekni yuklashni bosib hozir ko'rsataman. Mana men 3 marta cheklar yuklagandim mana. Yana bir marta kirasizlar va yana ana shu chekni yuklaysizlar. Bosh menyuga qaytasizlar, lekin men cheklarim yuklab bo'lganman. Shuning uchun men balansim to'lmaydi. Mana xohlagan botilarga mana xohlaganinglardan va xohlagan o'yinlarga donat solsanglar bo'ladi. Bemalol. Video boshlayapman. Buni yopishni bosasizlar mana xarid boshlandi degan. Hozir bizga yoki Telegramdan xabar keladi. Buyurtma. Faqat yakunlandi deb kelgan boya. Biroz kutinglar, kelgandan keyin xabar beraman sizlarga. Xabarlar 5 daqiqadan yo'q 1 daqiqadan boshlab 5 daqiqagacha, ya'ni minutgacha tushadi. Biroz kutasizlar. Keyin shuni xaridingizni boshlay olasizlar. Keyin qilganingizdan so'ng mana men buni to'ldirish so'rovnomangiz rad etildi. Summa 10.000 so'm. Sabab X. Savol bo'lsa support orqali murojaat qiling degan bo'limga o'tamiz, lekin men bankga kirib qolganman. Savolingiz bo'lsa quyidagi tugmani orqali support bilan bog'laning. Support degan bu so'z, ya'ni bu nima bo'lmadi. Nimaga bo'lmadi? Mana men bunga qila olmayman, chunki meni Telegramim men bankga kirib qolganman. Va shuningdek videomiz tugadi.